Assalomu alaykum. Ham shogirdimiz, ham ukamiz bir ajoyib qalbi pok, qalbi toza, shunday bir inson deb bilaman. Bugun tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Doim 100 yoshlarga kirib, shu farzandlarning kamolini ko'rib, kelin bilan qo'sha qarib, shularning to'ylarida, yaxshi kunlarida birgalikda bo'lmoqni nasibi ro'zi qilsin. İşlarga omad tilayman. Mana boshqa kasb egasi bo'lgan bilan ham yuragida san'at bor. Shunday bir hurmat qiladigan bir ukamiz. Men neyinki murod maqsadlaring bo'lsa, amalga oshsin. Hamisha xalqning hurmatiga sazovor bo'lib, oilada tinch, totuv bo'lib, o'ylagan murod maqsadlarga Allohning o'zi yetkazib, xursandchilik bilan yurmoqlikni nasib qilsin. Allah gör oğlunu yaşını versin. Mana bugün kechqurun soat 10'da Mahalla telekanalidan orqali ham tabriklaymiz, Xudo xolasa. Nasib bo'lsa bugün eshittirishimiz bor. Ko'ringlar, do'stlarga ham tarqatinglar. Ko'rsinlar, muborak bo'lsin. Uzoq yashab, baxtli bo'lib, saodatli bo'lib, hamisha shu ustozimizni, büyük ustozimning nomi qo'yilgan, shu nomni chiroyli qilib, ustozga o'xshab, martabali bo'lib yurmoqlikni nasib qilsin. Shu Bobomurod degan nom men uchun eng bir ulug' nom. Bu ustoz degan gap, ota degan gap. Shu nomni ko'tarib yurgan ukam omad tilayman. Qolaversa shogird desam ham bo'ladi, shu ustozimning nomi uchun ustoz desak ham bo'ladi. Amon bo'linglar. Tabriklab qo'yinglar bizning nomimizdan hamma oila a'zolarini. Onalaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsinlar. Bizdan salom. Butun urug' aymoqlaringizga bizdan salom. Yaxshi o'tiringlar, yaxshi kayfiyat tilayman.